Menda tashxis 2024 noyabr oyida ko'ksartirish 3-darajali stipendial. Nutqa kompleksi qachondan beri iste'mol qilyapsiz? 3 oy bo'ldi. 3 oy. Ichganingizdan keyin o'zgarishlarni sezyapsizmi? Oldingina Xudoga shukr, og'riqlar ancha kamaygan. 3 oy bo'lyapti. Xudoga shukr. Og'riqlar kamaygan. Og'riqlar kamaygan. Qayeringiz og'riyapti? Mani hozir og'rig'im yo'q. Septik nekroz 3-4 stepen. Qancha bo'ldi davolanishni boshlaganingizga? Davolanishga boshlaganimga 2 yildan oshdi. 2 yildan beri Nutqa kompleks mahsulotini iste'mol qilasiz? Men 2 yil oshdi ichganimda. Hozir mana hozircha men yaxshi. Yaxshi. Koreys tabib aytdi, hali bu kasallikda davosi yo'q dedi. Operatsiya qilib dedi, 20 millioningni olib 10 kun yotqizdirib davolashi mumkin dedi. Bu Nutqa dorisini 2023-yildan beri iste'mol qilaman. Nejniylarim, nejniylar, atlaskoyniylarda, lozim shtonlarda ko'chaga chiqdi. Energiya вообще qaynayapti. Sizlar uchun yangi bir ijod vayn olish harakatida chiqdim. Bismillah deb. Energiya uchun Nat Plus'ga gap yo'q lekin rahmat Jasmin menga shu kompensani yubordi. Energiyam to'lib muxlislarim uchun vaynga chiqdim bugun. Duo qilib qo'yinglar. Mana Nat Plus'ni necha marta oldingiz? 3 marta. 3 martada ko'ryapsizlarmi ko'zini tagidagi mana burun operatsiyadan keyin bilasizlar 2 haftadan keyin ko'karishlar ketadi. Endi makiyaj bor, unchalik baribir ham ko'rinib turish kerak. Bugun doktorga borgan ekan, doktor aytibdiki, tipa sen nimaga bunaqa tez bitib ketdi, ko'karganlaring ketibdi deb doktor ham hayron qoldi. Mana gipsini yechib tashadi. O'zi 2 haftacha, 1 haftacha ushlab turish kerak gipsda. Ko'rdinglarmi? Qanchalik darajada kuchli dori. Men uspet qilmaganimdan dugonalarim ham yordam beryapti. Mana dugonam bitta farg'onalik qizga chiqargan ekan. Mana odzivlari yoshargandan tashqari yuzimdagi ugriylar, prishlar ham yo'q bo'lib ketyapti deb yozibdi. Yana karta tashlavoring, yana olmoqchiman deb. Chandiqlar hamma yo'q, go'zallik bo'lyapti ekan. Qizlar go'zali, yangi объявление. Как всегда, потому что Instagram'imni doktorimiz ham ko'radi-da, doktorimiz ham tomosha qiladi. Keyin hozir menga udivlyatsiya qilib telefon qilyapti. Jasmin, sen nimaga meni lekarствоmi saxirli diabetlarga mumkin deb gapirmasdan mumkin emas deb gapiryapsan? Nabarot, saxirli diabetga juda ham zo'r keladi bu lekarstvo Nat Plus. Nimaga sen deydi saxirli diabetlarga mumkin emas deb gapiryapsan? Unaqa deb gapirma. Nabarot, saxirni normalizovat qiladi Nat Plus. Срочно to'g'rilab qo'y gaplaringni deyapti. Уважаемый mendan olgan kosmetologlar. Shuni bilinglarki, Nat Plus Ultra saxirli diabetlarga juda ham go'zal kelar ekan. Saxirli diabet kasallarga juda ham zo'r ekan. Shuning uchun unutmanglar. Saxirli diabetlarga bu lekarstvo juda ham foydali, saxirini normalizovat qilar ekan. Просто ming bor uzr, просто через men turkcha yaxshi tushunmaganimga через переводчик общаться qilamiz. Ko'p lekarstvo, ko'p informatsiya kirib ketgani uchun men saxirli diabetga ham mumkin emas ekan deb o'ylagan ekanman. Оказывается, iyi geliyor deydi saxirli diabetga, iyi geliyor, shikarni bo'ladi deyapti. Ozdopan konsertida ko'p bunaqa teatr qo'llaniladi, bilasizlarmi? Esinglardami? Sahnadan turib erini boshqa xotin bilan ko'rib qolgan teatr ham bo'ladi, esinglardami? Bunaqa teatrlar ko'p. Men yig'labman, ko'zimga yosh kelibdi bu videoni ko'rib. Hozir ko'rib qolib chistosini solishtirsam, men buni 2 kunmi, 3 kun oldin ko'rdim. Keyin o'sha nima, meni dushmanim konsertga borganini ko'rsam, yana o'sha pismo o'qilyapti orqa fonda. U istoriyaga anaqani qo'yadi-yu, borgan joyda o'tirib. Ozdopani konsertida bitta bola chiqib, onam juda ham konsertingizga tushishni xohlagandi. Endi o'zim keldim, onam yonimda yo'q degan pismo yozib sahnaga beruvdi, ko'rdinglarmi? Men o'ylab aytdim, reально deb ko'zimga yosh keldi. Оказывается, это teatr. Har bitta konsertda, har bitta konsert bo'lganda shunaqa bo'pti. Это ssenariy teatr ekan, bоже мой. Zачем так делать? Odamlarni aldab. 2 kunmi, 3 kun oldin internetda tarqalib ketdi shu video. Keanu Manzura meni главный dushmanim bor shu biznesda. Manzura konsertga borgan kuni ham orqa fonda eshityapman, shu pismoni o'qiyapti.
удивилась, зачем людей обманывать? Зачем такой театр делать? O'lik odamni o'ligi, birovlarni dilini, qalbini g'ash qilish. Это, кажется, театр. Teatr har konsertda chiqqan ekan u bola. Kapets. Do'stlar, joy bo'lsa o'tkazaylik, iltimos. Bu mengami ham? Men sizlardan uzr so'rayman, qimmatli vaqtingizni olib qo'ydim. Aka, shoshbek yo'q. Menga o'xshab ana xato qilib qo'ygan odamlarga qaysi turmanda saboq bo'ladi. Assalomu alaykum Ozoda opa. Ismim Anvar. Men bugungi konsertimizga 2 ta bilet olgandim. Ulardan biri o'zim uchun, ikkinchisi esa juda qadrli inson. Это новость у нас для трудовых мигрантов, проживающих и работающих в Москве и Московской области. С 1 сентября 2025 года МВД будет следить за вами по вашей геолокации. Я вам больше скажу, при оформлении документов на работу вы будете обязаны подписать согласие на обработку персональных данных, в том числе на отслеживание вашей геолокации по вашему сотовому телефону. И да, друзья, такой закон уже принят в Совете Федерации. С 1 сентября 2025 года он будет полностью действовать. Если данные о вашей геолокации не будут переданы в течение 3 дней, вас могут внести в реестр контролируемых лиц. Подпишитесь, чтобы быть в курсе всех новостей. А более подробную информацию, кто в этот список входит, для кого это все актуально, я оставлю в комментариях. Ozdopan konsertida ko'p bunaqa teatr qo'llaniladi, bilasizlarmi? Esinglardami? Sahnadan turib erini boshqa xotin bilan ko'rib qolgan teatr ham bo'ladi, esinglardami? Bunaqa teatrlar ko'p. Men yig'labman, ko'zimga yosh kelibdi bu videoni ko'rib. Hozir ko'rib qolib chistosini solishtirsam, men buni 2 kunmi, 3 kun oldin ko'rdim, keyin o'sha nima, meni dushmanim odamlar eshitmadim demanglar, srochna. Meni gapim yerda qolmabdi. O'zbekistonga 7-avgust kuni primadonna shoulari bilan Jennifer Lopez kelyapti. Gostinitsasi borlar, turizmda shug'ullanadiganlar, hamma yo'qda tayyorlab, butun dunyodan turistlar uchib keladi. Biletlar sotilib ketadi, voydod. Voy, Jennifer Lopez kelyapti. Meni gapim yerda qolmabdi. O'zbekistonga Jennifer Lopez kelyapti. Videoyimni hamma yoqqa tarqataylar, hamma ko'rsin. Butun dunyoga tarqatib yuboringlar. Bizga O'zbekistonga Jennifer Lopez kelyapti shousi bilan. Hozir stadionda ko'rishyapti. Proverkadan o'tkazgandan keyin уже официальный объявление chiqadi. Voydo! Hamma ko'rsin, tarqatinglar. Biz O'zbekiston Yevropaga qarab ketyapti. Juda ham xursand bo'lib ketdim. 7-kuni zakulisida ko'rishamiz. Asallarim, sizlar ham xursand bo'linglar. Hamma yoqqa tarqatib yuboringlar videolar. Bilasizlarmi bu nima degani? O'zbekiston millioner bo'lib ketadi. Ekonomikamizga qanchalik foydasi tegadi bu Jennifer Lopez konserti, bilasizlarmi? O'zbekiston millioner bo'lib ketadi. Gostinitsalar millionlar topadi. Ko'chadagi targovlilar million topadi. Bo'ldi, biz O'zbekiston ekonomikamiz rivojlanib ketadi Jennifer Lopez konsertidan keyin, bilasizlarmi? Tarqatib yuboringlar videolarni hamma yoqqa. Hozir organizatorlar stadionni tekshirishyapti, hozir videosini qo'yaman. Bosh! O'sha xursandman, odamlar proverka qilishyapti gostinitsani, короче. Duo qilib turinglar, stadionimiz o'ta qizarganini qaranglar. Voy, shunaqa xursandman. O'zbekiston uchun shunaqa xursandman. Voy!